Diniy reyderlik. Abu Hanifaning brendini o'g'irlash. Zamonaviy tilda buni korporativ reyderlik, ya'ni reyderskiy zaxvat deyiladi. Tasavvur qiling, bir zo'r olim Abu Hanifa fikrlashga, aqlga asoslangan zo'r va erkin bir kompaniya qurdi. U ko'l-ko'rona ergashishga, uydirma rivoyatlarga qarshi edi. Bu esa o'sha paytdagi diktatorlarga, siyosiy iqtidorga yoqmadi. Ular nima qildi? Olimni qamoqqa tashlab o'ldirishdi. Lekin xalq olimni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun zolimlar uning kompaniyasini yopishmadi, balki uning brendini va logotipini o'g'irlashdi. Uning o'rniga o'zlarini itoatgo'y muftiysini Abu Yusufni rahbar qilib qo'yib, kompaniyaning ichidagi aql va tafakkur uskunalarini chiqarib tashlashdi-da, o'rniga ko'r-ko'rona hadis yodlash va itoat qilish dastgohlarini o'rnatishdi. Bugun minglab odamlar biz Hanafiymiz, Abu Hanifaning yo'lidamiz deya ko'kragiga uradi. Aslida esa ular Abu Hanifaning qotillari yasab bergan mantiqsiz va uydirmalarga to'la qalbaki franshizada ishlab yotibdi. Ular aql degan poydevorni buzib, o'rniga Shofiy boshlab bergan rivoyatlar botqog'ini Abu Hanifa nomi bilan sotishyapti. Bu tarixdagi eng katta mualliflik huquqini buzishdir. Trayan virusi va kompyuterning qotib qolishi. Xo'sh, mullokratiya, ya'ni Shofiy va undan keyingilar Qur'onni qanday qilib nafaqaga chiqardi? Juda oddiy. Ular Qur'onning yoniga Trayan virusini joylashtirishdi. Xudoning Qur'oni bu mukammal va yopiq operatsion sistema. Masalan, iOS. Unga hech qanday qo'shimcha dastur kerak emas. Lekin mullokratiya aytdiki, yo'q, bu sistema ishlashi uchun bizning insoniy ijmo, qiyos va millionta hadislar degan dasturlarimizni ham o'rnatish majburiy. Ya'ni bashariy kalomni ilohiy vahiyga tenglashtirishdi. Natija nima bo'ldi? Tizim ko'tarmadi. Odamlar yaratgan dasturlar, ya'ni mazhablar bir-biriga zid chiqib, senga halol bo'lgani menga harom. Mazhablar islomi degan dahshatli ishlamaydigan qotib qolgan va doim error, ya'ni xato beradigan virus tizimi paydo bo'ldi. Bugungi din bu Xudoning asl dasturi emas. Sindikat tomonidan ming xil yamoq urilgan, aql bilan ishlamaydigan virusli dasturdir. Zabastovka. Ish tashlash. Asal bermaydigan asalarilar. Alloh Qur'onda ibodat, ya'ni qullik nima ekanini asalarilarning misolida Nahl surasi 68-oyatda tushuntirgan. Asalarining ibodati guldan shira yig'ib, odamlarga shifo bo'ladigan asal berish. Insonning ibodati ham xuddi shunday. Niso surasi 36-oyatda ota-onaga, qo'shniga, yetimga, jamiyatga yaxshilik va xizmat qilish, ya'ni ijtimoiy asal ishlab chiqarish. Lekin mullokratiya, ya'ni axbor va ruhbonlar nima qildi? Ular zavodda zabastovka, ya'ni ish tashlash e'lon qilishdi. Ular insonlarga aytdi: asal ishlab chiqarishni, ilm-fan qilishni, jamiyatga foyda keltirishni yig'ishtiring. Bular ibodat emas. Ibodat bu faqat biz chizib bergan shaklda. Kuniga 5 marta safga turib, biz yozib bergan duolarni arabchada kuylash. Qo'lni qayerga qo'yishni tortishish va bizning hikoyalarimizni eshitib yig'lashdir. Ular ibodatni ishlab chiqarish va xizmatdan shunchaki mexanistik ritual gimnastikaga aylantirib qo'yishdi. Bugun bizning masjidlarimiz asal berishni unutgan. Faqat bir joyda to'planib olib, g'o'ng'illaydigan, lekin jamiyatga bir tomchi iqtisodiy, ilmiy yoki ijtimoiy foyda, ya'ni asal keltirmaydigan asalari uyalariga aylanib qoldi. Chunki mullalar ularga asal bermanglar, faqat g'o'ng'illasangizlar Xudo rozi bo'ladi deya miyasini zaharlagan. Agar davrada kimdir sen falon mazhabda emassan, sen 4 ta imomning gapini Xudoning gapidek qabul qilishing kerak. Ibodat bu faqat namozda oyoqni qancha ochishda
deb bahslashsa, mana bu mantiq bilan ularni nokaut qiling. Sizlar islomni Xudoning qonunidan mullokratiyaning xususiy bojxonasiga aylantirib oldingiz. Xudo Qur'onni aniq va mukammal qilib bergan bo'lsa-da, sizlar bashariy rivoyatlarni siyosiy buyruq bilan o'ldirilgan olimlarning, ya'ni Abu Hanifaning o'g'irlangan brendini va insoniy ijmolarning ilohiy vahiyga tenglashtirib, Xudoning dinini Trayan virusiga to'ldirib tashladingiz. Sizning eng katta jinoyatingiz ibodatni o'ldirganingizdir. Xudo asalariga asal ber deb, insonga, jamiyatga ilm, halollik va yaxshilik ber deb qullik vazifasini yuklagan edi. Siz esa millatga asal berishni bas qiling. Faqat arabchada qo'ng'illab ritual qilsangiz bo'ldi deb, butun boshli ummatni tafakkursiz, ilmsiz, lekin ko'p toat ibodat qiladigan befoyda to'daga aylantirdingiz. Tavba surasi 31-oyatda aytilganidek, sizlar Xudoni emas, sizga halol haromni o'z aqli bilan chizib bergan mazhab imomlarini rad qilib oldingiz. Qullik bu shaklbozlik va ko'rkorona taqlid emas. Qullik bu Xudoning qonuni bilan jamiyatga asal berishdir. Sizning mazhablar diningiz esa asal bermaydigan, faqat boshqalarni chaqadigan qovoqarilar fermasiga o'xshaydi.